Salom, sizlar bilan hozir kulgili narsalar ko'ramiz. O'g'il to'y, nimaga javob bo'lyapti endi? Aytib beringchi bizga. Miyaga biznes bo'lgan. Mening ukamni Agar mana shu aytgan ish o'xshasa, milliarder bo'lib ketamiz, tasavvur qiling. O'shanalarda. Qani reja, aytga, ay. Bo'lmasam rejani istayli. Bankdan bitta kodda kredit olaman. Keyin o'sha kreditga bankda o'zini sotib olaman. O'shanda xo'jayin kim bo'ladi? Ha, siz bo'lasizda o'g'il to'y. Ha, ana. O'zim qarzimdan kechib olaman, bankdan olay. Mazali yashaman. Seshanba avtobus qachon keladi yana? O'birachishga, qayerga borasan? Navoiyga boraman, aka. Tashab qo'yaverasizmi? Sen o'tirib tur, do'kon kirib chiqsam, keyin tashab qo'yaman, hopmi? Hop. Ju. Aka, hoy, qayerga shu ketishdi? Mahallaga yangi chorsiga. Keting 5 mingga tashab qo'yaman. Bo'pti, yur. Mana aka, chiqing. Hammani piyada tashab qo'ysammikin deb o'yladim. Ya, aka, to'lab oldim-da. Ma. Bo'ldi. Keting bo'lmasam aka. Voy, Sukiroyi, kachish olib ketgan yo'q-ku. Ha, ama aka, mahallangizam dakur-dukur ekanda. Men Rossiyada ishlab yurganimda tezda degan ilovadan tashardim uyga pulni. O'shandan tashab bankka borib yotasanmi? Bo'pti. Bo'ldi aka, keldik. Mana, kel, tushirish. Rahmat. Ha, qalaysan? Nima mana soqol? O'zingni juning bilan davlat junni aralashtirma. Only you. Ha! Qizcha yoqib qoldimi? Odamni sharmanda qilib baqirurma, qiz ishtib qoldi xo'jaz. Qizira? Ara, suv ichib turganda ana tepasiga e'tibor ber. Yurtim degan yozuv bo'lsa, o'sha eng zo'ri bo'ladi. Nimachamiz dovcha ketaveradimi? Ha. Amaki, mana suvni ikkita muzligidan bering. Mencha baqirasan, sekinroq gapiraver, karmasma. Amaki parvo qilmang, bu tug'ilganlik kalongan ustiga tushgan. Tug'ma baqiradi. Shunaqamidi? Hozir-a? Amaki kirganda foydalanib, suvlarda olib qochib ketaveraylik. Qo'y joyiga. Hay barakalla. Hay barakalla.